tepgan qadam siz o'tirishsiz, nima qilyapsiz? Nima qilyapsiz? Qoch, so'yamman seni, so'yamman seni. O'zi bitta shu xo'roz bor, suvay bo'lyapti. To'xta, mana mamtizning go'sht bor. Beringman. Yo'q, ana kimdir qarzni so'rab keldi. Yig'lama, patini yurib tur, patini yurib tur. Nima? Chaqaloq? Chaqaloqlar? Uzr, adashibsizlar. Sharoitim yo'qligi uchun bolalarimni sizga qoldiryapman. Iltimos, bolalarimni ehtiyot qiling. Menda sharoit bor ekanmi? Bitta bolamni zo'rg'a boqyapman. Uzr lekin. Odamlarga ham hayronsan. Ada, qornim ochdi. To'g'ri yeganmisan bolam? Hozir yeymiz. Yo'l batini. Bermayman. O'zi tuxum qo'ymayapti. Nima? Uni ham man qilishim kerakmi? Voy, men nima dedim hozir? Pulmi? Ay qara, bu nima yetadi bu pul? Bularning yeyishiga, ichishiga, kiyim-kechigiga nimasiga yetadi bu? Pulingni olaman. Rozi bo'l. Lekin bolalaringni olib ket. Mana u $5. Bitta dollaringni kursi 300 ming so'mdan, xo'pmi? Endi so'yinglar. Yo'q, xafa bo'lyapti. Ada, puligim kelyapti. Pulingman deysanmi? Oshirorma bolam. Kecha tangani yutib yubordim. Hozir ushla. Necha marta tushuntirishingni. Sen iflos eshitib turibsan. Sen mana shu atrofda turibsan. Sen mana sharoitingni qara, zo'rligini. Ha, bo'q o'zing nima menga tashlab ketyapsan bolalaringni? Men bitta zo'rg'a iploman. Qara, nimalarni ishlatishni bilasan sen. Men lalakuni qara. Men lalakuni qara, bilasan. Qanaqa bu yaxshi-da, meni bolam ko'tiga yara toshib yotibdi. Allergiya berib yotibdi bolamni ko'tiga. Sen bilasan bolalaringni nima ishlatishni. Mana, kakras mana o'zing boqqin, men birri va chaqaloqlaringga ishlatasan. Kakras allergiya bermaydi, xomashyolar naryodan keladi. Biroq ular reklama ham qildirib Qop ket, men boqmayman bolalaringni. Tur, yo'qol. Men ushlab tur. Ha, iplos. Bo'ldi, aka, qo'shningizga berib yuboraman. Sen ayol kishini ovozida qandoq yozasiz? Bo'ldi, aka. Bo'ldi. Aka.